Такой sfera atmosferada o'ynaymiz a. Так. Motivatsiya berib bo'ladi, bunaqa chiroyli manzara borlar. Tak o'ynaymiz a. Kazinoda hozir balansni Betwiner kontorlarida men ko'paytirib ko'rsataman. Maza qilib tomosha qilsangizlar bo'ldi. O'zini original silkasi Telegram kanalda o'tib olamiz. Pul chiqarishda muammo bo'lmaydi. Postoyanno o'ynayapmiz bolalar. Bolalar, tak mana Betwiner ilovasi, ya'ni kontor desa ham bo'ladi hozirgi nimada vaqtda. Tak o'ynaymiz. Birinchi depozitdan keyin bolalar mana bonusni period depozit berib oladi. Men bonus ishlatib qo'ydim. Men bu galgi videolarimda men sizlarga yangi akkauntdan kirib depozit qilib bonusni qanday olish kerak o'rgataman. Tak, har bitta videomiz bolalar o'ziga xos. Ahamiyat berib tomosha qilsangizlar bo'ldi. Bir like bosishni esdan chiqarmaymiz bolalar, like. Tak, like bosishimiz kerak, sababi bu odamlar nima deydi, bir maza qilib tomosha qilsin deyman, bo'ldi xolos bolalar. Mana kazino o'yinlari bor, bemalol ko'ryapsizlar, games o'yinim bor, o'yinlari bor. Tak, boshlaymiz. Tak, 1.200 million pulimiz bor. O'ynaymiz. Tak, Kamizon o'yini bor. Bu yoqda bir balansni ko'tarib ko'ramiz, qani nima deydi. Betwiner ilovasi bilan yangi akkaunt ukun ochdim, depozit qilib o'ynadim sal. Tak, vivitlar bor, ko'rsatilgan video davomida bo'ldi. Tak, boshlaymiz 300 mingdan boshidan. Tak, yaxshi, o'rtadan. Tak, 2. Normalniy. Ko'rdingizlar. Beri bordi bolalar. Tak, soqani ko'ryapsizlar. Tak, normalniy ayta biladi. 900 ming qilyapmiz, ko'ryapsizlar mana. Bemalol o'ynasa bo'ladi. 3 kapsiyagacha maslahat beraman bolalar. Tak, 3 dan tepasiga maslahat bermaymiz, sababi biz o'ynab bolalar o'zi bilamiz, короче. Tushundingizlar, короче deb o'ylayman. Tak, olamiz. Yaxshi. Bu yoqda bizda foydamizni ko'ryapsizlar. 500 foyda qilyapmiz. Asab o'yindan chiqamiz mana, ko'rdingiz. Tak. Mana bu yoqda yana bitta o'yinimiz bor. Короче, dahuya o'yin bu yoqda. Oxiri yo'q. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Har bitta videomizda bolalar strategiyalarni ko'ryapsizlar. Shunaqa qilib o'ynasa bo'ladi, mana ko'rdingizlar. Tak, videoni korotka olamiz, bolalar sovg'ilamiz.